Jigarlar, bu videoda sizlar ko'rishga o'rganib qolgan hech qanaqa утренний вести, фейковые реакции подруг, Lana Del Rey vibe bo'lmaydi. Mani vibe'im bu bo'ldi. Amina Erdi bo'ldi. Hozir biz vizajist yo'llariga keldik. O'z oldingizlar probli makiyaj qilganim uchun men jamda qo'rqmayman ularda qildirishdan. Krossovkam yo'q. Krossovka olib ikkinchi chiqindi. Assalomu alaykum. Patina poyezdim pelmeshka bo'lib qolgan. Tenga 2 soat qilganman. Buni nimadir qilib bekitish kerak, to'g'irlash kerak lekin. Nima qilamiz? O'sha probni obraz qilamizmi? Yo'q, probni emas, sal boshqacharoq qilamiz. Sizlarni vaqtinglarni olmaslik uchun sraz perxod qo'ra qolaman. Qizlar, atsangiz qo'yilaman. Obrazimni takkoyski chiqdi o'zi ham. Вообще to'g'risini aytaman, menga nimagadir ko'z yosh kelmayapti. Nimagadir vizajist yonida qizga yig'lash kerak ekan degan videolarni ko'rib men o'yladim, что men yig'layman, но у меня не получается. Uyga kelishga qolman, fotograf 1 soat oldin kelib bo'lgan, meni kuttirishdi hamma. Так что let's get it, uyga boramiz. Samandar akam bilan gaplashganimizda ko'ynak qanaqa bo'ladi kelin ko'ynak deganimizda udobniy ko'ynak olyapti dedilar. Qanaqa ko'ynak bo'lib ketdi? Udobniy. Ha. Ko'z yumorlik, ha. Men turaman, va qolganlar to'g'irlaydi, devorganlar bo'ldi.